Hammaga assalomu alaykum. Kech yopib qo'ygan Spark'im polностью bo'ldi. Hozir просто bir ikkita narsasi qurgandan keyin oynalarni artsam bo'ldi. Polniy poli bilan yuvib tushirilgan, polностью. Pol yuvilgan. Sidenya splashnoy yuvilgan. Tarpetkada hamma ikkita anaqasi yechib, kraska sepildi tozalangandan keyin chaqchi yopishtirib yuborishgan ekan. Anaqa chexol qo'yishganda ketmadi. Oxirida bo'lmadi. Yechib, tozalab kraska sepildi. Patolog endi kamera hozir olib bera olmaydi. Idealniy состоянияda bo'lgan patolog. Bir ikkita ketmaydigan joylari bor edi, o'shalar ham ketdi. Sidenya chiroylikgina bo'lgan. Tushirilgan. Ortida ko'p narsa ko'rinmaydi. Polniy dog' bo'lib yotibdi mana shu sidenya. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Kstati, filtr почти almashtirilmagan ekan. O'sha ko'rsatib ketdim. To'la yotibdi filtri. Og'irmash. Ichi polniy musor. To'lib ketgan pampersi ichi musorga. Vaqtida almashtiringlar, arzimagan pul turadi. 25 ming, 30 ming turadi. Ishlarga omad, charchamanglar.